Ramizbek xonadonidamiz. Ishonchlik, manikyur fingyur, avatar, preobrazение kaltalaringiz bor, Ramizbek. Qurigan netgani yo'q ichida. Tomirlatib berishga ham beraverasiz. Narxini ham aytib o'tib keting, nechta pul? Avatarimiz narxi 5000 so'm. 5000 so'm. Manikyur fingyurimiz tugadi. Preobrazениemiz ham tugadi mana hozir oxirgi. Manikyur fingyur tugadi. Yana qanaqangi sortlari bor? Turetskiy rizamat bor. Keyin stakanli ko'chatlarimiz bor. Turetskiy rizamatisiz qanaqa bo'ladi endi? U maydadoni yo'q edi. Yana bir xil sorti bor dedingiz-ku, turkman go'zal dedingizmi? Turkman go'zali bor. U ham chiroyli uzun. Uni ham stakanli ko'chat chiqadi. Uni kaltagi yo'q. Bu teplitsadagilar stakanga qilingan ko'chatlar. Mana shular tomirlar ko'tartirilgan. Qanaqangi sortlar endi bular? Chiroyli holatda. Bular Halloween ozginagina. Bunisi Lamborghini. Bunisi manikyur fingyur. Bular Lamborghini. Ozgina xolos obyomi. Bor, esli shu so'raganlarga obyomi bor. Manikyur fingyur, Alvika, avatar. Avatar bular. Bularning hammasini tomiri bor 100% aka. Tomirini bitta ko'rsatib ham qo'yaylik mana. Tomirlar bor. zo'r. Nima deb yozibsiz? Manikyur fingyur. Raqamlangan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, qalamchalar yoki shunaqangi ko'chatlar pastdagi raqamlarga bog'lanasizlar, yetkazib berishadi. Bitta pochta orqali 12 ta viloyatga yetkazib beraverasiz. Ishonchlik. Ikkita olsa ham, bitta olsa ham yetkazib beraman. Keyin qarang, hozir bu qalamchalaringizni bittasi nech pul deyapsiz? 5000 so'mmi? 5000 so'm. 5000 so'mlikni ko'chat qiladiganlar o'rtasidan bo'lib ikkita qilib olsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ikkita ko'chat bo'ladi. Shunda ularga 2500 so'mdan tushadi. 2500 so'mdan to'g'ri. Ko'rsataylik. Nech pun deya ekan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pun deydan ekan. Ichidan har xil chiqadi. 8 pindigi ham bor, 9 pindigi ham bor. O'rtasidan bo'lib, karnaminga botirib, aradan aytda shilib, oyog'ini osmondan qilib, tomirlataveradi. Ko'milgan holatlari ham bor, o'ngda ko'milgan holat. 15 kunda tayyor bo'ladi, ob-havo yaxshi. Manzilni tushuntirib o'ting. Manzil Oltiariqda. Telefon qilishsa, qolganini tushuntirib beraman, chiroyli. Bo'ldi, sog' bo'lasizlar.